Padişahning tish og'riqi. Burunning burnusida oltin kumush to'lgan bir cho'ng o'rdida bir podshoh yashaydi ekan. Bir kuni podshohning tishi qattiq og'rib ketibdi. Voy tishim. Bulanglar, tiz bulanglar, doktor izlab kelinglar, deb xizmatkor qizga buyruq beribdi. Bu og'riqimni faqat chidamadim. Xizmatkor qiz Mariya otni toza choptirib mengibdi. U podshohni tezroq saqaytishga oldiribdi. U yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi, yiroqqa qarabdi, yaqinga qarabdi, lekin hech yerdan doktor topolmabdi. Shunday qilib Mariya beshini qashlab bir amal tepibdi. U bo'lib pishirdigan ustamni tepib podshohning oldiga boshlab mengibdi. Oltin kumush to'lgan o'rnida podshohning tishi yana og'riyotdi. Bo'lib pishirdigan ustam bo'lsa podshohga bajjiq tatliq turumlarni ekibdi. Podshoh tortning hammasini yeb bo'libdi, lekin hech kimga foydasi bo'lmabdi. Qarshcha podshohning qo'rsiq og'rishga boshlabdi. "Siz berib doktor izdanglar", deb baqiribdi podshoh. "Mening tishim, qo'sqim bek og'rib ketdi." Xizmatkor qiz Mariya otni yana choptirib mengibdi. U podshohni tezroq saqaytishga oldiribdi. U yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi, yiroqqa qarabdi, yaqinga qarabdi, lekin hech yerdan doktor topolmabdi. Shunda qilib Mariya beshini qashlab yana bir amal tepibdi. U qo'ng'iroq ko'tarib mahal orasida vaqirab yuradigan jakarchini tepibdi. Oltin kumush to'lgan o'rnida podshohning tishi yana og'riyotdi. Jakarchi qo'ng'iroq chalib vaqirab podshohni gaz qilib qo'yg'ili tas qapdi. Lekin podshohning kesili yana saqaymabdi. Jakarchining ovozidan bo'lsa podshohning beshi og'rishga boshlabdi. "Voyjon, tiz bo'langlar, menga doktor lozim", deb vaqirabdi podshoh. "Bu og'riqqa faqat chidamadim." Xizmatkor qiz Mariya otni yana choptirib mengibdi. U podshohni tezroq saqaytishga oldiribdi. U yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi. Oxir beshini qashlab, dengiz bo'yidan bir beliqchini boshlab mengibdi. Oltin kumush to'lgan o'rnida beliqchi yindan beliq tutadigan inchik yipdan birini chiqaribdi. Podshohning og'riq tishiga ulab, kuchab bir tortibdi ekan, og'riq tish yo'liniblam chiqibdi. Podshohning tish og'riqi oxir o'ngishilibdi. Beliqchi so'nkisidan bir quti dorini chiqarib podshohga sunibdi. Bu dorin ustlari qo'soqlarining boshlarining og'riqi o'ngishildi. Shunday qilib beliqchining yordamida podshoh tal-tukis saqayibdi. U xushalligidan beliqchi bilan xizmatkor bilan qo'l tutishib, naqsh aytib, usul o'ynashga boshlabdi. Hikoyamizmi mushu yerda tugabdi.